Kim Chen In xijolat. Andijon hokimi Iroq boshida katta dabdaba va maddahona shiorlar bilan kutib olindi. AQSh Erondagi yadroviy obyektlarga havo hujumlari uyushtirdi. Ukraina urushining 2216-kuni tafsilotlari. Ozod News dasturining bugungi soni bilan Ozodlik studiyasida men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum. Farg'ona viloyatining Furqat tumanida mahalla fuqarolar yig'ini raisi hokim tomonidan kamsitilishi ortidan yurak xurujiga uchrab, olamdan o'tdi. 18-iyun kuni hokimlikda bo'lib o'tgan tuman faollari yig'inida 61 yashar Sharif Abdullayevni tuman hokimi aholidan soliq undirish rejasini bajarmagani uchun haqorat qilgan. Ko'pchilik oldida izza qilinib haqoratlangan oqsoqol hokimlik binosida yurak xurujidan jon taslim qilgan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Farg'onaning Furqat tumanida mahalla fuqarolar yig'ini raisi hokimlikdagi yig'ilishda yurak xurujidan o'lgan. Yaqinlari uning hokim tomonidan haqoratlanish ortidan vafot etganini iddao qilishmoqda. Marhumning o'g'li Shokir Abdullayevning ozodlikka aytishi 18-iyun kuni Furqat tumani hokimligida bo'lgan yig'ilishda Koldushon mahalla fuqarolar yig'ini raisi bo'lgan otasi Sharif Abdullayevni tuman hokimi aholidan soliq undirish rejasini bajarmagani uchun haqoratlagan, ishdan bo'shatish va jinoiy javobgarlikka tortish bilan tahdid qilgan. Majlis boshlangandan hokim har bitta MFI raisini birma-bir turgizib, tushum yetmaganligi sababli haqorat qilib, nimaga to'lamaysan, cho'ntagingdan to'laysan, yig'magansan soliq. Shuncha havoni issig'ida shu gap eshitilgan. Gapirtirmasdan sen arizangni yoz, o't birinchi qatorga degan. Birinchi qatorga o'tib arizani yozib tashqariga chiqib, video kamerada ham ko'rdik. Mana bugun hokimiyatda kiraverish eshigida bitta o'zi kechasi, yarim kechasi qarovsiz, yo stolsiz muzlab turgan betonni ustida yiqilgan o'zi. Shu holatdan keyin mana shu ishlar bo'lib turibdi. Shifokorlarga ko'ra Sharif Abdullayevning o'limiga surunkali yurak xuruji sabab bo'lgan. Lekin Shokir Abdullayevning ozodlikka aytishicha, otasida surunkali yurak xastaligi bo'lmagan. Yurak bilan bo'lmagan muammo.